Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda taksida foydalaniladigan eng kerakli 50 ta turkcha so'z va gaplar bilan tanishib chiqamiz. Videolarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling, like bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Taksi, taksi, taksi. Taksi çağırabilir misiniz? Taksi chaqirib bera olasizmi? Şoför, şoför, haydovchi, şoför, lütfen burada durun. Haydovchi, iltimos shu yerda to'xtang. Adres, adres, manzil. Bu adresi biliyor musunuz? Bu manzilni bilasizmi? Yol, yol, yol. Bu yo'ldan gidebilir miyiz? Shu yo'ldan bora olamizmi? Varış, varış, yetib borish. Varış noktamiz neresi? Boradigan joyimiz qayer? Gideceğim yer, gideceğim yer. Boradigan joyim. Gideceğim yer buraya yaqin. Boradigan joyim bu yerga yaqin. Ücret, ücret, to'lov yoki yo'l haqi. Ücret ne kadar? Yo'l haqi qancha? Ödemek, ödemek, to'lamoq. Kartla ödeyebilir miyim? Karta bilan to'lasam bo'ladimi? Durmak, durmak, to'xtamoq. Lütfen burada durun. İltimos shu yerda to'xtang. Otel, otel, mehmonxona. Beni bu otele götürür müsünüz? Meni shu mehmonxonaga olib borasizmi? Harita, harita, harita. Haritadan bakabilir misiniz? Haritadan qarab bera olasizmi? Konum, konum, joylashuv. Size konum gönderdim. Sizga joylashuvni yubordim. Trafik, trafik, yo'l harakati. Trafik çok yoğun mu? Yo'l harakati juda tirbandmi? Trafik ışığı, svetofor, trafik ışığı. Trafik ışıqlaridan sonra sağa dönün. Svetofordan keyin o'ngga buriling. Sağa dönmek, sağa dönmek, o'ngga burilmoq. Lütfen bir sonraki sokaktan sağa dönün. İltimos keyingi ko'chadan o'ngga buriling. Sola dönmek, sola dönmek, chapga burilmoq. Buradan sola dönebilir misiniz? Shu yerdan chapga burila olasizmi? Düz gitmek, düz gitmek, to'g'ri ketmoq. Biraz daha düz gidin. Yana biroz to'g'ri keting. Sokak, sokak, ko'cha. Bu sokaktan devam edin. Shu ko'chadan davom eting. Bina, bina, bino. Bina sağ tarafta, bino o'ng tomonda. Yakın, yakın, yakın. Buradan çok yakın. Bu yerden juda yakın. Uzak, uzak, uzoq. Burası çok uzak mı? Bu yer juda uzoq mı? Ne kadar sürer? Ne kadar sürer? Qancha vaqt ketadi? Buraya gitmek ne kadar sürer? Bu yerga borish qancha vaqt oladi? Hızlı, hızlı, tez. Biraz daha hızlı gidebilir misiniz? Biroz tezroq bora olasizmi? Yavaş, yavaş, sekin. Lütfen biraz daha yavaş gidin. İltimos biroz sekinroq boring. Beklemek, beklemek, kutmoq.
Burada 5 dakika bekler misiniz? Shu yerda 5 dakika kutib tura olasizmi? Taksi durağı, taksi durağı, taksi bekati. En yaqin taksi durağı nerede? En yaqin taksi bekati qayerda? Taksimetra, taksimetra, taksi hisoblagichi. Taksimetreyi açar mısınız? Taksi hisoblagichini yoqib qo'yasizmi? Fiyat, fiyat, narx. Taxminiy fiyat ne kadar? Taxminiy narxi qancha? Kartla, kartla, karta bilan. Kartla ödeme yapabilir miyim? Karta bilan to'lasam bo'ladimi? Kartla, kartla, karta bilan. Kartla ödeme yapabilir miyim? Karta bilan to'lasam bo'ladimi? Nakit, nakit, naqd pul. Nakit ödeme kabul ediyor musunuz? Naqd to'lov qabul qilasizmi? Otoyo'l, otoyo'l, avtomagistral. Otoyo'ldan gidebilir miyiz? Avtomagistraldan bora olamizmi? Kavshak, kavshak, chorraha. Bir sonraki kavshakda soat 10. Keyingi chorrahada 10ga buriling. Bırakmak, bırakmak, tushirib qo'ymoq. Beni otelin önünde bırakır mısınız? Meni mehmonxona oldida tushirib qo'yasizmi? Girish, girish, kirish joyi. Beni binonun girishinde bırakın. Meni binoning kirish joyida tushiring. Chiqish, chiqish, chiqish joyi. Chiqish nerede? Chiqish qayerda? Önünde, önünde, oldida. Lütfen beni hastanenin önünde bırakın. İltimos meni shifoxona oldida tushiring. Yanında, yanında, yonida. Marketin yanında durabilirsiniz. Do'kon yonida to'xtashingiz mumkin. Karşısında, karşısında, karşısida. Bino bankanın karşısında. Bino bankning qarshısida. Tam burada. Tam burada. Aynen şu yerde. Evet, tam burada durabilirsiniz. Ha, aynen şu yerde to'xtashingiz mumkin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rahmat. Yardımınız için teşekkür ederim. Yordamingiz uchun rahmat. Bagaj, bagaj. Yük xalta yoki bagaj. Bagajimni nereye koyabilirim? Bagajimni qayerga qo'ysam bo'ladi? Bosh, bosh, bosh. Bu taksi boş mu? Bu taksi boş mu? Kaç kişi? Kaç kişi? Necha kişi? Kaç kişiyiz? Biz necha kişimiz? Adres tarif etmek. Adres tarif etmek. Manzilni tushuntirmoq. Size adresi tarif edeyim. Sizga manzilni tushuntirib beray. Buraya, buraya, bu yerga. Bizi buraya bırakabilirsiniz. Bizni bu yerga tushirishingiz mumkin. Geç kalmak, geç kalmak, kechikmoq. Biraz geç kaldım. Biraz geç kaldım. Yolcu, yolcu, yo'lovchi. Kaç yolcu olacaksınız? Nechta yo'lovchi olasiz? Para üstü, para üstü, qaytim. Para üstü alabilir miyim? Qaytimni olsam bo'ladimi? İyi yolculuklar, iyi yolculuklar, yaxshi safar. Teşekkür ederim. Size de iyi yolculuklar. Rahmat, sizga ham yaxshi safar. İyi günler, iyi günler. Kuningiz xayrli bo'lsin. Teşekkürler, iyi günler.
Rahmat, kuningiz xayrli bo'lsin. Shunday qilib, aziz do'stlar, bugungi manzilimiz shu yerda. Lekin turk tilini o'rganish yo'limiz hali uzoq. Agar shu 50 ta gapdan hech bo'lmasa 5 tasini yodlab olsangiz, bugungi darsimiz o'z maqsadiga yetdi. Videoni saqlab qo'ying, kerak bo'lganda yana qaytib ko'rasiz. Keyingi manzilimizda yana uchrashamiz. Lingosity bilan turk tilida bir qadam oldinda bo'ling. Hamisha sevimlilar qatorida bo'ling.